Shundoq maktab oldidan 325 sotuvdan iborat xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Narxi zo'r lekin. Aytayotgan xonadonimiz shu bo'ladi. 116-maktab orqa tarafi. Mana bu yerda eshiklar bor ekan. Uy egalarining farzandlari shunday kirib chiqaverar ekan. Hozir xonadonimizni ichiga kiramiz. Qaranglar, kirganimizda mashina sig'ar ekan yo'liga, lekin sal yo'l tor bo'lib qolar ekan. Kirganimizda mana o'rtada zeleniy zona uchun joy, mevali daraxt ekilgan. Bu yoq tarafda 4 ta xona bor ekan. Yangi 18-yil, 19-yilda qurilgan. Mana bu yoq tarafda ham yana 4 ta xonasi bor ekan. Bu yerda endi uyda oila a'zolari bo'lgani uchun syomka qila olmadik. Mana bu yerda oshxona ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'tiradigan joylari, naryoqda sanuzel. Mana hozir bu yoqni bir ko'rsatib ketaman sizlarga. Mana qaranglar. Shunda kirganimiz chap qo'limizda zal bo'ladi. Ko'rasizlar? Yana bu yerda yana bitta xonasi bor. Mana. Remontlari yaxshi, yomon emas. Hamda sanuzel ekan. Tepada yana ikkita shu razmerda xonalarimiz bor ekan. Ushbu xonadonimiz 158 ming dollar baholayapmiz. Uchtepa tumani To'qimachilik mahallasida joylashgan. Yana ozgina ustida savdolashadigan joylar bor. Kimga shu xonadon ma'qul kelmasa, pastda barcha ma'lumotlarni qoldiraman.